Bizda faqatgina garderob yoki faqatgina oshxona furniturasi deb tushunishar ekan ko'pchilik. Shuning uchun biz bugun bazaviy furnitura High Gold'nikini ko'rsatmoqchimiz. Bazaviy furnituradan boshlasak, bu petlilar nikel rangda yoki qora rangda. Buni hammasini nakladnoy, polunakladnoy va vkladnoy variantlari bor. Alyumin fasadga petli yoki bosishdan ochiladigan bespurjinli petli, har xil spets petlilar, masalan, falsh petli. Va albatta yoni oynadan bo'lgan bokslar, pushdan ishlaydigan, tegidan qotiriladigan salaskalar, buni 40, 45, 50 har xil xadavoy razmerlari bor va sekin yopiladigan, tegidan qotiriladigan mexanizm. Yonidan qotiriladigan variantlar ham bor. Xohlasangiz sekin yopiladi, xohlasangiz bossa ochiladigani ham bor. Va albatta tepa blokka ko'taradigan mexanizmlar ham bor. O'zi sekin yopiladi va bu kichkina fasadlarga mo'ljallangan variant. Bu hammasini biz showroomda o'rnatib qo'yganmiz. Showroomga kelinglar va hammasini ko'rsanglar bo'ladi.